Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. AQSh poytaxti Washingtonda joylashgan Tay Kennedy Center majmuasida 2026-yilgi FIFA Jahon chempionatiga qur'a tashlash marosimi o'tkazildi. Marosimda FIFA prezidenti Gianni Infantino va bir nechta jahon futbol yulduzlari, shuningdek O'zbekistondan Mirjalol Qosimov, O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro, UEFA vitse-prezidenti Ravshan Ermatov va Otabek Umarovlar ishtirok etishdi. Qur'a natijalari: E guruhi: Meksika, Janubiy Koreya, Janubiy Afrika. UEFA play-offining D yo'nalishdagi g'olib jamoa Chexiya, Shimoliy Irlandiya, Daniya hamda Makedoniya. B guruhi: Kanada, Shveysariya, Qatar. UEFA play-offining E yo'nalishdagi g'olibi bular Wales, Bosniya va Gersegovina, Italiya hamda Irlandiya jamoalari o'rtasidagi g'olib jamoa. C guruhi: Braziliya, Marokash, Shotlandiya, Gaiti. D guruhi: AQSh, Avstraliya, Paragvay. UEFA play-offining C yo'nalishdagi g'olib jamoa Slovakiya, Kosovo, Turkiya, Ruminiya. E guruhi: Germaniya, Ekvador, Côte d'Ivoire, Curaçao. F guruhi: Niderlandiya, Yaponiya, Tunis. UEFA play-offining B yo'nalishdagi g'olibi Ukraina, Shvetsiya, Polsha hamda Albaniya o'rtasidagi g'olib jamoa. J guruhi: Belgiya, Eron, Misr, Yangi Zelandiya. H guruhi: Ispaniya, Urugvay, Saudiya Arabistoni, Cabo Verde. I guruhi: Fransiya, Senegal, Norvegiya. Qit'alararo play-offning ikkinchi yo'nalishdagi g'olibi Boliviya, Surinam hamda Iroq terma jamoalari o'rtasidagi g'olib jamoa. J guruhi: Argentina, Avstriya, Jazoir, Iordaniya. K guruhi: Portugaliya, Kolumbiya, O'zbekiston. Qit'alararo play-offning birinchi yo'nalishdagi g'olibi Yamayka, Yangi Kaledoniya hamda Kongo Demokratik Respublikasi o'rtasidagi g'olib jamoa. L guruhi: Angliya, Xorvatiya, Panama, Gana. O'zbekiston terma jamoasiga jahon chempionatiga qadar yaxshi tayyorgarlik ko'rib, jahon chempionatida munosib ishtirok etishlarini tilab qolamiz.